y ella grita. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar. Koreya davlatida tirnoq o'stirib bergan odamlar estetikishgan odamlar hisoblangan. Tirnog'ini o'stirib berganlar og'ir mehnatga qo'l urmaydi. Qo'lini u yoqqa bu yoqqa tiqib yuravermaydigan odamlar tirnoq o'stirishgan. Bu holatga asosan ota-onalar aybdor. Chunki bolalarni sport bilan shug'ullanishini, telefondan foydalanishini va ovqatlanishini, tungi vaqtlarda uyqusini nazorat qilmagan holatda bunaqa holatlar bugungi kunda ko'payib bormoqda. Bu holatning yechimlari haqida gaplashamiz. Birinchisi, doimo farzandingizni sport bilan shug'ullanishga undang. Haftasiga 2-3 marta qanday sport turi bilan bo'lsa ham shug'ullanishi kerakligini ta'kidlang. Ikkinchisi, farzandingizni ovqatlanishini nazorat qiling. Fast foodlardan me'yoridan ortiq iste'mol qilishini cheklang. Uchinchisi, farzandingizni qo'l telefondan foydalanishini nazorat qiling. Tungi 22:00 dan so'ng telefondan foydalanishni to'xtatib, uyquga ketishi kerak bo'ladi. To'rtinchisi, farzandingizni qiyin paytlarda yonida bo'ling. Uning ruhiyatiga ta'sir qiladigan so'zlarni, sening qo'lingdan kelmaydi, bu ish senga emas degan gaplarni hech qachon aytmang. Stressga, depressiyaga kirib qolishini oldini oling. Bu narsalarni amalga oshirmasangiz, sizning farzandingizda testosteron gormoni past bo'lishi natijasida bunaqa holatlar kelib chiqadi va bunga siz doim aybdor bo'lib qolasiz.